Biz Kosonsoy tumani Bog' mepiyada joylashgan Eraliyev Sherzod xonadonlariga kelganmiz. Ushbu xonadonga mikrokredit Kosonsoy tumani filiali tomonidan aholi daromadlarini oshirish uchun 10 million so'mlik mahalla loyihasidan kredit evaziga asal ari sotib olib, asalarichilikni yo'nalishi bo'yicha loyiha paket kiritilgan. Ushbu xonadon asalarichilik faoliyati bilan shug'ullanadi hamda aholini mehnat bilan band qilingan. Shu orqali 2 nafar fuqaro ish bilan ta'minlangan. Oyiga 4-5 million daromad olib, hozirgi kunda yiliga 50-60 million so'm daromadga chiqilgan.